avtomobillarini Toshkent shahrida mana shu vaqtlar oralig'ida harakatlanishi taqiqlanardi. Hozir qaranglar, ertalab soat 7 dan soat 10 gacha edi. Abetdangi soat 5 dan 9 gacha edi. Buni vaqti o'zgardi. Soat 7 dan 8 gacha, ya'ni 1 soat abetdan keyin qisqardi. Bemalol 8 dan keyin yursanglar bo'ladi. Yana ko'pchilik sho'prakalarimiz savol beryapti. Qaysi mashinalarga yurish mumkin emas, o'zi cheklov amal qiladi degan savolga mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham soat 5 dan 8 gacha ko'rsatilgan. Men buni xolasanglar screenshot qilinglar, xolasanglar to'xtatib ko'rsanglar bo'ladi. Qaysi mashinalarga amal qilmaslik cheklov vaqti. Ehtiyot bo'lamiz. Yana savol berishyapti. Vohadan kelib vodiyga chiqib ketsak bo'ladimi? Bizni zaproshonga yozmaydimi deb. Yo'q, bemalol vodiydan ketgan sho'pirlarimiz vohadan ketganlar sho'prakalarimiz vodiyga chiqib ketsa bo'ladi. Shahar ichiga kirmagan holda. Shahar ichiga kiradigan bo'lsanglar, hamma kameralar yuk avtomobilni cheklov vaqtiga uryapti. Jarimani uylarga yuboradi. 1.200 qanchadir ham jarima keladi uylarga. Umuman harakatlanmanglar, cheklov vaqti shaharga qarab harakatlanmanglar. Shahar chetdan chiqib ketsanglar bo'ladi, lekin yana bir ma'lumot, sho'prakalar Cherezda mana shu ko'rib turgan erkak postinglarga taroz qo'yilyapti. Samasvallarga kecha bir akamiz ham tushib qoldi. Ehtiyot bo'lamiz, maksimalli hamma katta mashina haydovchi sho'prakalarga yuborib ogohlantirib qo'yamiz.